Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Көмүрчі bala nomli romani. Bu roman Bilqut şirketida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatildi. Ayazning deganlari haqliq edi. Dacha selangan 6 yildan beri qanchilgan oshpaz cho'kanlar keldi-yu ketdi. Turdi Hasan ularning birsini toz, birsini bez. U cho'qib yeydigan, bu g'ajilab degandek sabablar bilan kuttiga tepdi. Biroq Chilonliq kantining oqsoqili tepib bergan oyat bu, garchi bu yil bahorda kelgan bo'lsin, lekin suvga cho'kkan toshdek Turdi Hasanning ko'ngliga singib ketdi. Turdi Hasan bir qancha kunlar yo'qab ketib, qaytib kelgandek bo'lsa, bu cho'kan Oyoz bilan Oysima emas, hatto xol ay Naimalarning mangan turgan, yetalgan, kekirganlardan tortib, gap so'zlarigacha do'qlat qiladi. Shunga Turdi Hasan uningga ishongashga, Oyozning qo'lidagi tilxatni o'g'irlash ishini qo'rqmayla degan edi. Xol ay, jimib ketdingiz-ku. Oyoz uning siliq mo'rilaridan turtib qo'ydi. Men xato qilibman-mi? Yo'q, siz bak hiylagar ekansiz. Nima? Hiylagar? Mana amisa. Oyoz adiyalni yuqoriga birla tortish bilan ular butunlay ko'rinmay qolishdi. Adiyal ichidan chirqirash, tatli kulishlar, zaif ingrashlar, tipirlashlar yana anglanishga boshladi. Ular ertasidan boshlab bog'da billa ishladi. Uzun vaqtlardan beri eri bilan billa ishlaydigan Oysimaga havas qiladigan xol oy tunji qitim orzusiga yetgan edi. U Oyoz bilan onarliqlarning tuni yumshitib, o'tini elish, uzumlarning haram shonglarini qirqib, shalonlatish, tüvege tushgan olmalarni yoymoqoq selishdek ishlarga shundoq kirishib ketdiki, u o'zining oddiy dehqon ayoli bo'lib qolmaganiga ichidan o'kindi. Ishtahasi echilib, odatdagi tamoqmi shuncha mazmunli bo'ldi. Mana bugunmi ular bir kun kechgacha olma qiyomini algakdan o'tkazib, shira ham taxtaylarni maylab yoymoqoq selishdi. Kechdi bo'lsa, ikkisi Nozirning hayvatli ko'jirsida billa yetib qolishdi. Lekin xushalliqning umri qisqa bo'ladi degandek, Turdi Hasan Urumchiga manganning 5-kuni cho'ng darvoza qattiq urildi. Oyoz bog'dan chiqqancha oldirab berib darvozni echishiga Tuğluqning dadisi Emrullah Tembir chiroylari o'mso'rin holda kirib keldi. Oyoz Tuğluq bilan ko'rishgili Tarsuga borganda bu odam bilan xeyli uzoq ham suhbatda bo'lganligi kitobxonlarning yodida bo'lsa kerak. Emrullah Tembir hoyliga kirmayla baqirib ketdi. "Hoy Oyoz, ovu bobi xo'jayiningni chaqir!" dedi Emrullah dochi binasiga qo'l shiltib. "Har qancha nozir pozir bo'lib ketsimi bir beshi bordi u xumsining. Men uning 70 pushtini qo'yg'ili keldim. Qani, mening oldimda dallang turib javob berib baqsin." Bu asnoda o'zimning haram shunglarini putashqa yordamlashgan Xolay bog'dan chiqib ularning qishiga yetib keldi. U yo'chilla bir buvayning kirgancha vaqirab, jorqirab ketishlariga qarab, hech ishni anqaramadi. Shundaqdimi, nozir, pozir degan gapdan yuragi eg'ib dodillashdi. "Bo'ldi qil Amrulka, har qancha vaqirg'ining bilan tu nozir yo'q, u Urumchiga ketgan." Oyoz buvayning oldini to'sib vaqirdi. "Nemaga bundaq juduning o'rlab sapralik qilasan? Gaping bo'lsa yo'lida qil. Mana nozirning ayoli yeningda turmamdi."
Buvayning qo'yiq oppoq qoshlari ostiga yoshiringan ro'shan cho'ng ko'zlari xol oyga tikkandek qadaldi ham qo'lini shiltig'icha yetib keldi. "Voy, xonog'icha, o'g'lim qizingiz bilan ishpash tortishib qopdimi deyli. Ma'qul." Amrulla oppoq soqollarini tutamladi. "Buning nemasi yomon? Xaridori bo'lmagan qizning nima ahvoliga ha? O'g'lim xaridorligini qilib yomon qiptimi? Ammo berish, bermaslik har qaysinglarning insofiga bog'liq. Cho'ngda da nemish ekanligini zodila anqirammadim," dedi xol oy muloyimlik bilan. "Editlik qilib so'zlab baqqan bo'lsizlar. Amisa anglab qo'ying. Esil zodi xinam." Amrulla ochig'idan pushildab, birangi tatirib yiqilib tushgudek bo'lib ketdi. "Eringiz o'g'lim tug'liqni lo'kchaklarga urdirib, mana hozir yezliq doktorxonada behush yotidi. Cho'ngda da aniqroq deysizlar." Xol oyning yuragi darhol bir ishni sezgandek qildi. Qachon, qayerda bo'lgan ishkan u? Oqsham xon yo'lida 6-7 lukchak tayoq to'qmoq qamchilar bilan uribdi. Buvayning qo'riq bosgan yuzidan taram-taram yosh eqib tushdi. "Hozir balaning ahvoli to'limi to'van." "Amrulka," dedi Ayaz buvayning do'lisini pepilib. "Nozirning o'rimchiga ketganiga bugun 5 kun bo'ldi. Zodi tug'liqni Nozirning urganligini kim ko'ribdi? Isboting bormi?" Men buvay orasaldilik ichida duduqladi. "Tug'liqning og'aynalaridan so'rsam, ular cho'qim Nozirning ishi deyishdi." "Tug'liq o'zi nima deydi?" "Urg'onlarning hech qaysini tonimayman, ham menga hech nima demadi degan gapni takrorlaydi." Buvayning ko'zlaridan ushoq yosh tomchilari do'malab tushmoqda edi. "Tug'liq ashundoq oq ko'ngil bola, balkim qizning ota-onasiga gap kelib qolishidan ansirayotgan chig'i." Xol oyning birdilla yuragi og'di. Chunki Turdi Hasan Urumchiga mangadigan kuni qovuz bilan ko'rishmoqchi ekanligi og'zidan pusuqqida chiqib ketgan edi. Xol oy surishti qilib turvaganda u duduqlab, ochiqlab qoldi. Albatta Turdi Hasan Urumchiga ketib 5 kundan keyin yuz bergan bu ish Ayaz bilan Amrulla buvayni orasalda qilib qo'ygani bilan Xol oyning ko'ngliga uzun yillar muqaddam yuz bergan bir fojia soyi selib o'tdi. "Ayaz, bu mo'chpit buvay yo'lda chanqabmi qolgandir. Baqqa boshlab mehmon qiling," dedi Xol oy oldirgan qiyofatda. "Men uyga kirib chiqaman." Xol oy yugurib degidek uyga kirib ketdi. Ayaz buvayni tol bo'stonga akirib, har xil chekilgan üzümlardan oldiga qo'ydi. O'zi bir damdala har xil olma, algrat, shaptollardan qiqib tayyorladi. Angacha Xol oy oldirab yetib keldi-da, qo'lidagi so'mkani Ayazga tutqazdi. "Yelimishlarning yaxshilaridan qachilayli." Xol oy o'zimi oldirab olmalarni so'mkaga selishga boshladi. "Cho'ng dadimizning deyishiga qaraganda, tug'liqning jarohati og'irda qiladi. Shunga darhol nahiylik doktorxonaga, bo'ldi, eng yaxshisi shaharga yetkayli." "Xonim." Amrulla buvay xijil bo'lib qolgan edi. O'zlari farishtadek cho'kkan ekanlar. "Men ochchig'imda sal bemasal ish qilib qo'yganda qilib, ko'ngillarga olmagan bo'lsizlar. Hozir bu gaplarni deydigan chog'imiz, qani tez mangayli." Ular taksi yoki minibus to'sish uchun darhol cho'ng yo'lga chiqib ketishdi. Urumchidan palti kakisini qoqtirib yenib kelgan Turdi Hasan dochaga kelibla Xol oy bilan san-pan deyishib qoldi. "Nima degulik? Qandoq tatquliq bu?"
peshanasida chaqqangina nozirlik tojisidan, ayminib kirgilib bo'lmaydigan surlik ishxonasidan, amal o'rindig'idan, eng echinishliqi bir qadam uyan, bir qadam buyon piyoda mang'uzmaydigan quliqi yumshoq mashinasidan ayrilib qilib, xuddi beshi uzilgan yilondek bo'lib qolgan turdi Hasan. Әмді қақла алдыда, болып му әғзәм төрідек күшәнділерінің алдыда қандақ му баш көтіріп юре. Бұла етмегендек еліқі Линазырның салған қоқақлырчы. О, мұшындақ мұсапырның күчкідек аникум боп қайтып кәсі, қотыны деген үндімес, алың нечүйік демей, қауыз деген тұңғыз білән неме ела тәтіріңіз ба? Sizning qo'lingiz bo'lmasa, u qaravatqu, cho'qir, to'g'liqni nədin biladi? Agar to'g'liqqa biror ish bo'lib qolsa, naymaga qandoq javob berasiz? deb savol so'raqni yog'diribdi desa, Texi o'zangi divonini nurg'un pul g'ashlab shaharda davolatganini ko'mamdigan. Bu nima degan ta'tir jahon, a? Men qilarman 30, Xudoyim qilar 9 degandakli gap bo'ldi-ku bu. Tova, ko'murchi degan noahlini ko'zdan yettirmay halok bo'lib atsam, xotin degan aqlsizning uni pul xajlab qutqizvog'ini nimasi? Mana shu turqidimi o'g'irliqcha gapning shashqa amroq oyat bu, cho'ng hujrada bo'linayotgan gap so'zlarga eg'izini tutgan holda quloq yoqmoqda edi. Rasla uy ichida g'azabdan jaqildab titrayotgan Xolay qo'llarini shiltib o'rnidan turib ketdi. Siz Urumchiga mang'adigan kuningiz at deganda tor suvga nima deb bordingiz? Xolay oppoq tatir. Dilqut xazinasi. Ashu salapitingizni taxtavishiga ep qo'yib, bir oddiy ko'murchi bola bilan so'dalashdingizmi? Viyay, nomusdan o'lay davatiman. Sizni qandoq kuch, qandoq manfaat mushundaq past shupay qilyapti? Xolay, og'zim bodapla devaman. Turdi Hasan maxfiyatlikning oshkor bo'lib qolganligidan o'sal holatda qolgan edi. Ras, Naimaning kelgusi iqboli uchun tor sug'i bordim. Lekin buning ko'murchi balaning hodisiga uchirganligi bilan nima munosabati bor? Munosabati bormi, yo'qmi? O'zingizdan sap beqing. Xolay his xotira qilmadi. Agar vaqtida ho'shingni yig'ib, etangning tizginini tatmasang, bu komediya muqarrarki tragediyaga aylanadi. Sen yotqanga qarab tutsinmoqan kerak edi. Keyingi kunlarda pushaymon qilibmi ulgurmaysan. Qani, bu gaplaringizni menga tushuntirib bera olamsiz? To'g'ri, men Naimaning kelgusi uchun u divoniga qo'rqoq saldim. Bu butunlay normal ish. Turdi Hasanmu bo'sh siyosiyon emas edi. Biroq men Urumchiga mengib 5 kundan keyin u xon yo'lida tayoq yegan tursa, qandoqmi bu ishda mening qo'lim bo'lsin? Xolay balnitsa bir kecha tug'liq bilan paranglashib, erining qovus orqali tug'liqni urdirganligiga ishondi. Shundala u buningdan 20 yillar ilgari Mas'udni nima maqsadda o'zining shopiri qilganligi ham xotini Taxirnisa bilan ikkisiga sharoit yaratib berganligi, shundaqla ularning noshayan ishlarini bilib turib sukut qilganligi. Bo'libmi Bejingga manganda mashina oshqichini Mas'udga qasdan qoldirganligining tegiga yetgandek bo'ldi. Shunga g'azab ochiqida deyishga tegishlik bo'lmagan ba'zi sirlar og'zidan pusuqqida chiqib ketdi. Siz bundaq ishlarning pir komillik. Xolayning butun vujudi larziga kelgan edi. Esingizda-du, 20 yil ilgari siz Bejingga ketib, 5 kun bo'lganda 2 yosh mashinangizda portlab, qop-qora ko'sayga aylangan. Turdi Hasan xotiniga xanjarda qadaldi. Uning qarchuqlari go'ya
o'g'i ichib o'lgan odamning qarchiqlaridek qetib qolgan edi. Nafsimi to'xtab qolgandek tinig'ini belgili bo'lmaydi. Ammo bag'an seri bozib, totirib, o'zgarayotgan, ko'kirayotgan chiroyidan, yerim qisilgan qiyoq ko'zlaridan odamning teni aymangidek surlik bir cheqin dammo-dam ushqundaydi. Chunki Turdi Hasanning ichida uzun yillardan beri uxlab yotgan bir choyan barliq putlari bilan o'milashga boshlagan edi. Ayol kishi sherin dushman degani bir haqiqat. Shuncha yillar o'tib ketdi. Qonun uchunmi mangu yeshilmas sir bo'lib qolgan oshim maxfiyatlik kishilar ko'nglidan ko'tarildi. Unutib ketishdi. Xayriyat, o'zining bag'rida yotgan umrlik hamrohi, bir yostiqqa bosh qo'ygan sirdishi, mungdishi, maslakdishi, yoshliqidagi vafosiz erini unutolmay, uning uchun qisos paytini kutib yetibdi-da. Balkim u hech bir yomonlik intiqomsiz bo'lmaydi degan bu so'zni umr bo'yi zikr qilib kelgan bo'lishi mumkin. Mas'ud bilan Faxrinisaning portlab o'lishini dastlabda favqulodda hodisa deb tushungan bo'lsa-mu, lekin yillar o'tgan sari turmush uningga savoq bergan. Bo'libmi bu qitimqi 5 kun bilan ayni yillardagi 5 kun uning ko'zini ochgan. Yaxshi, bek yaxshi bo'ldi. Bu xotin o'zini oshkorlab Turdi Hasanni sagaklashtirdi. Bo'lmasa, kunlarning birida guppida yiqilib tushganini o'zimi sezmay qolar edi. Xuddi dengiz qahridagi quloli bo'lsa, qornidagi toshni pinhon tutib marvoyitga aylantirganidek, shuncha yillardan beri o'sha qo'rqinchli sirni ichida xufiyani saqlab ham yetildirib, qisasga aylantirgan bu xotin odatdagi sherin dushmanlardan emas. Shunga buningdan keyin yo'q, o'lgicha uning uchisini silab tapilash kerakki, ochiqlatib qo'ymaslik kerak. Undaqda u qachon o'ladi? Belli, Xudoyimning balo qazolari ozmaydi. Kiyimlarga dazmol selvitib to'q tutib oladi. Palampaydan tushib etib, ko'ngli oynib, yumulinib, beshi simont qirg'a qattiq urilishi mumkin. Hatto ko'lda cho'milib etib, pey tortishib tunjiqib qoladi. Nima? Jimib ketdingiz-ku? Dedi Xolay eriga lappita qarab qo'yib. Nima? Jimib ketdingiz-ku? Dedi Xolay eriga lappita qarab qo'yib. Deganlarim qo'lingizdan o'tmagan o'xshamamdi. Ha. Turdi Hasan cho'chib beshini ko'tardi-da, bir qismini kulib qo'ydi. Endi Xolay o'ylab baqsam, sizning xafa bo'lishingiz yo'lliq ekan. Qovuz Naymaning gapini qilivagashga, qizim hozir to'g'liq degan ko'murchi balani tepib olibdi deb qo'ygan edim. Lekin u iflosning bundaq qilarini faqatli o'ylamabdimi? Zodi shuning bilan bodi keldi, dodi muomala qilmasangiz bo'lmamdi. Qiziq ekansiz. Mendan qarz olgan pulni tirildirib olmasam bo'lamdi. Turdi Hasan birdamdala bechora qiyofatga kirib oldi. 200 ming so'm oz pulmi? Qovuz dadasidan hal qilib bermoqchi bo'lgan edi. Qachon kirasiz? Bugun atdigan qatnash bekitidan Udulla saunaga borgan edim. Turdi Hasan yig'ir tinib qo'ydi. Qovuz ati menga bir yo'l qo'ying degan edi. Aşı iflasning gapiga ishondingizmi? U bəson, bəmison, oldisin, oldimisin, surishti qilmasam bo'lamdi. U bir oz chechilib qoldi. Yoki 200 ming so'm mazoga yangoq atqandek izdiraksiz yo'qolsinmi?
Bugun әттеген Turdi Hasanның машинадан tushibla saunaga borganligi rost edi. Xuddi o'rdakni yesang, g'ozning paydi bo'l degandek, u birinchidan tug'liqning adabini beraladimi yo'q. Buni bilish bo'lsa, ikkinchidan pensiyadan iborat shum xabarni ota-bolaning anglamaganligini tinglab ko'rmoqchi bo'ldi. Lekin qovuz savol so'roqlarni yog'diribdi. U Naimaning 12 tumanlik uzukini qabul qilganligini anglab, o'zini qo'yar joy topolmayla qoldi. Bu xo'shallikda Turdi Hasanning dod xulqilariga og'zining uchidala "Ata dadam bilan cho'qim ko'rishing. Men sizni sirtda saqlayman. Sizga mukofotim bor" dedi-de, ola chipar yasinib olgan uzun chosh bir er bilan saunaga kirib ketdi. To'g'liq to'g'riliq yoki pensiya haqida hech qanday huquqqa ega bo'lmagan Turdi Hasan xomush holda Iran yezisiga ketadigan bekatga oldirab menib ketdi. "Bo'pti. Berib surishti qilsangiz qiling. Bu oz pul emaskan", dedi Xalqay chekisini uvilab. "Nayma to'g'riliq gap qilmaysiz-ku? U qachon kelmoqchi?" Ular jiddiy holda ikki do'konning hisobini tekshiryotdi. Biror haftalardan keyin kelib qolarmikin? Turdi Hasan aslida ichidagini belgilab bo'lmaydigan tilsimliq o'nkirdak odam bo'lib, uning ko'zining orqasida ko'zi, yuzining orqasida yana bir yuzi bordek sirliq ham surlik edi. Xalqay shuncha yillar bexotliq beshikida uxlab o'tib ketibdi. Turdi Hasan nima degan suiqasdchi, razil, qora ko'ngil odam-a? Qizi yaxshi ko'rib qolgan bir yigitni shuncha valami urdirayotgan bormi? Xalqay burunlarda faqat uning xazinasidak aybini bor deb yurgashkimi, ancha sinakab ketmagan edi. Mana endi Turdi Hasanning ag'zam to'ra bo'libmi qovuzdak lukchakning qo'l cho'maqchisiga aylanib qolganligi Xalqayni butunlay umidsizlantirib qo'ydi. Әтісі әттігәлікі азырақлы нашты қылған Turdi Hasan çoğun yolға çıqып машина күтті. Yuqordaki top terek, qarğoca, tarsu, andın çılallıq qatarlıq Eren darya yaqılab joylashgan yezi kentlarni aylanib shaharga yanadigan har xil kira mashinalari nagan-naganda o'tishib turadi. Lekin taksi şoförleri mashinasiga 4 odamni to'ldirib mang'ashqa, ular odatda to'xtamaydi. Cho'ng kichik bo'lkvaylar bo'lsa, qatnash nazoratchilari bo'lmagan bu sahrolarda yo'lda uchirganligi yo'lovchini niqtab, qistab solaveradi. Terlab pishib to'lg'inib, eshilib ketgan odamlar shaharga kirguncha mo'misini ko'radi. Mana Turdi Hasanmu xuddi panoh qoqqandek yo'lovchilar o'ttirsida cho'qchaydi. Bir necha sahroliq oloqoplar chaqchaqni boshlayapti. "Hey, og'aynilar, Chilonliqdagi 1000 yillik to'r qor yog'ochni mashinaga ko'chirib oldingmi nima?" "Pah, oq o'stanga toqoq bo'g'dak nimalar bojimi?" "Voy, mashinang ingravatamdu qandaq? Tug'vatmisan yana?" Turdi Hasan o'ziga doritmilab qilayotgan hazil chaqchaqlarni anglamaganga selib turaverdi. Ammo qopiqini shundoq turdiki, ikki qashi bir yerga yig'ilib, xuddi shirniga chaplashib qolgan bir to'p chivingga o'xshab qoldi. Buningdan boshqalarning zavonimi o'chdi. Turdi Hasanning bundoq g'azabga kelishi chaqchaqni olqoplar uchun bo'lmay, balki nazoratdagi li nazir uchun edi. Turdi Hasanni uzatish yig'ini odatdagidek o'tdi. Uning xizmatlarini, ish izlarini madhiyalab so'zlaydiganlarmi bo'lmadi. Turdi Hasan ishxona, o'rindiq, mashina, har xil hujjat materiallarni o'tkazib, atsi li nazir uning bilan suhbatlashdi. Suhbat bəhmü soğuq hem sırlıq bo'ldi. Qandaqdır odamlar uning ustidan reviziya ishxonalarga
чеким yo'llaganligi aniq edi. Shunga Linazir oltin kon, mis kon, ko'mir kon ham kon oshquchilar bilan bo'lgan iqtisodiy muomalalar bo'lsa, tashkilga ishongan holda topshirish haqida nasihat qildi. Hatto muarifda ishlagan chog'laridagi ba'zi olgan sovg'atlarini puritib o'tdi. U so'zining oxirida agar reviziya o'rinlari tekshirib aniqlasa, buning xarakteri og'irroq bo'ladi, deb eskartib qo'ydi. Turdi Hasan idorasidan chivin yutib olganda qaytib chiqdi. Bir oy ro'za tutib, to'xta eg'iz ochdim degani shu ekanda. Shuncha yillar jafoliq ishlab oxirga kelganda uning parxo'r, xiyonatchi bo'lib qolgani qiziq. Noit shu o'zining chekkan riyozatiga tushliq ajrini ko'rgan yeri bor. Buning nemisi yomonkan? Hozirgi zamonda kimlar qilmagan ish bu? Texi siyosat so'zlab, tarbiya berib, nasihat qilib ketganini ko'raymi? Turdi Hasan garchi o'zini o'zi aldab ham bezlab, bankining xiyollarini qilgan bo'lsa-mu, biroq ishtonga tushgan ko'ngilga toyinliq degandek, qandoqdir vahima va ansizlik uni andishiga sep qo'ydi. Faqat u qizi Naima uzukni xushallik bilan qabul qilib, dodisining mangziga so'ygan chig'idila, u o'zini sal yenik his qildi. Shunga u o'rimchidan g'uljiga chiqqan chig'ida bir ushuk so'g'uqning shapisi bormi qandoq degan o'yi asta surilib o'tdi. Bolqovay shaharga kirdi. Biroq qatnash bekitiga bormayla hammani tushirib etishdi. Yo'lovchilarning ba'zilari g'odonshib, ba'zilari yo'shirin tillab o'z yo'llariga mengishdi. Turdi Hasan ko'cha avtobusiga chiqib, daryo bo'yi Oydansay manzilgohiga yurib ketdi. G'azab ham ochiqdan yerilib ketayli deb qolgan Turdi Hasan Ag'zam to'ri bilan 1 soatlik takollashib, g'orda bo'g'ay har ikkilisi xuddi tarafba o'ltirgandek jimib qolishdi. Ag'zam to'ri peshonasiga chaplangan 4 chosi doka ham ko'z quyruqi, engaklaridagi qon uyib ishigan qop-qora ko'p jarohatlarini yo'shirmoqchi bo'lgandek dariza tuviga berib dochi beg'iga qarab turibdi. U kelgan ketgan ham qamsayilarga mashinaning o'rilib ketganligini bir haza tushundirdi. Divanga cho'kib o'ltirgan Turdi Hasan mashinaning tegida mijilib o'lsangchi deb ichida qog'ab eg'ir tinib qo'ydi. Uning bu chaqqa taqatsizlanib kelayotgani oltin do'koni ishqa tushib bo'g'icha ashu pensiya degan la'natining xabari Ag'zam do'kning salpan quloqiga tushib qolmasa ekan degan ansirash edi. Hozirgacha ana mana deb tilini chaynab to'g'dak orqaga siyib kelayotgan Ag'zam to'ra anglabli qolsa 200 ming so'mlik oltin do'koni ishqa mont tashlab berganda qadrsizlik yo'qaydi. Shunga bu xabarni Ag'zam to'ra anglab bo'g'icha nozirlik huquqini pesh qilib, oltin do'koniga mol selishni qo'lga keltirmasi bo'lmaydi, albatta. Ammo Turdi Hasan ko'rdiki, Ag'zam to'ra bir oyning oldidagi Ag'zam to'ra emas edi. U chog'dagi seriqmaydak siliq ham yumshoq muomalalar qayoqqadir cho'rib etilgan bo'lib, Turdi Hasanga tarang-turang tegmoqda edi. Shundaqla uning qotang'ur chiroyida bir xil mansitmaslik, masxira ham xo'rlashdek ko'langilar alanglab turibdi. So'di degan shunchalik nozik ishki, mo'rt kelganda onang bilan dadangni oldi olasang, ondan xalqning yonchiqidagi 1 tangani yulib ola olaysan. 2 tangilik narsani 1 tangiga berib yetadigan undaq supirga ziyankash sodigar bo'lmasa kerak. Xo'sh, xulosa kalam nima bo'ldi? Boshqalar tosh sanagan yerda ular qum sanaydi. Alayli, Turdi Hasan o'tgan oy bu dachidan chiqib ketgandan keyin Ag'zam to'ra har 2 kunda bir o'rimchidagi oyg'oqchilarga telefon berib turdi.
Turdi Hasanning pensiyaga chiqish masalasini surishti qildi. Qiziq ish. Pensiyaga chiqqan Turdi Hasan bu xabarni anglag'ili 16 kun bo'lgan bo'lsa, A'zam To'ra 21 kun oldida xabar topdi. Shu chaqda u o'g'liga: "Balam qavus, hozir turdi qursaqning lozimi qolmadi. U yunda avrizidagi qarg'a kelmas poq bo'lib qoldi. Uning o'rniga yosh bir nima chiqibdi-dek. Shunga birer 200 mingni tayyorla." Dilqut xazinasi. Lekin qavus eranishmagan holda: "Dada, uni sal prinsipal deyishidi-ku," dedi A'zam To'ra kulib ketdi. 100 gaz qilinliqidagi muzmu bahar optipiga bardoshlik berolmaganda pulni ko'sa ermaydigan prinsipalchi yo'q, deb ota bola ikkisi masxara bilan hijaygan edi. Mana hozir bo'lsa, muni sovuq zalla nozir olajoqi so'zlab A'zam To'raning qo'ltiqini terlatmoqda edi. Ularning har ikkilisi oldidagi sovib qolgan choyga qarab eg'ir pushuldaydi. Albatta, o'ziridek dunyoga to'nilayotgan bir mo'tivar boy lavzida turmasa, xalqi olam nimalarni demas? Turdi Hasanning so'zlarida ham xushamat, ham besim bor edi. "Mening hurmat tuhfamni, nom nishonamni esimga solganlarga ming martam rahmat." A'zam To'ra xirxirab kulgunicha ishkiriga qarab baqirdi: "Voy, qaysinglar bor oy, chayinglar muzlab ketdi deyman." Shu chaqcha qorisini ko'rsatmaganini qaramamdigan bu mutahamlarning. Bo'ynida qip-qizil inchka oysimon tortuq paydo bo'lib qolgan cheqir ko'z cho'kkan beliq qiz shipildab kirib keldi. U chaynakni ko'tarib ochqib ketkicha A'zam To'ra uningga qarchig'idek tikilib turdi. "Boya nima gaplar bo'linyapti, ha? Ajabmi ilashtirdi-ku birovdi pay." A'zam To'ra cho'kanning orqasidan olib qo'ydi. "Ha, to'g'ri. O'z lavzida turmasa, xalqi olam nimalarni demas degandek bir qismli gaplar bo'lingandek qiladi-vedi." A'zam To'ra, "Qizim sana aytay, kelinim sen angla" degandek uy xizmatchisini mutaham Rodipay deyish orqali Turdi Hasanni tillab bir puxadan chiqdi. Albatta, tog'dagi 300 dan ortiq molga qanoat qilmay, yana oltin do'koni haqida joylab yursa, A'zam To'ra, "Hey mutaham, menga Rodipaydek nimanchi esilib olasan?" demay nima deydi? Lekin mol dunyo ko'yida besh cho'rgilab qolgan parasatsiz Turdi Hasan bu ta'addini tushunmay o'tiradi. Ta'assubki 3 yil oldida shundoq lavzi qilganmidim? A'zam To'raning bu gapidan Turdi Hasanning gajigisi qo'rdi. "Bo'pti, lavzi qilganmi bo'lay. Ammo lavzi degan eg'izdagi gap. Qonun hargiz ilg'anmaydi. To'ram, u chaqda lavzili emas, balki oltin do'konini echib berish uchun mendan 20 so'm olganlik haqida hujjatni yozib bergan. Texi bu hujjat qonuniy kuchga ega deb muhrlarni bosgan." "Nima? Men sizlardan 20 so'm pul olganmi? Sizlar mushu qo'llar bilan pulni menga beribdilar-da." A'zam To'ra Turdi Hasanning tizlariga qo'yib o'ltirgan ikki qo'lini egiz ko'tardi. "Mushu qo'llar bilan?" A'zam To'ra Turdi Hasan qo'llarini shartli tortib olib qattiq vaqiribdi. "Sizlar to'liq xufsallik qilmaslar bo'larmikin? Agar u hujjatni sotga opasamlar, karomatlari oshkora bo'ladi." "To'g'ri, qonun mening gajigamga dastlab turib 200 ming so'mni sizlarga ep berdi. Lekin A'zam To'ra talla shirkangidek g'alatilar hijaydi.
u hujjatni o'zlari yasavamg'anlar. Yo'q, mundaq ahmoqchilikni sizlar hargiz qilmaylar. Chunki hozirgi qonunlar eski qog'ozga yozilgan 1000 yillik narsalarni to'g'ri chilabla birdamda aniqlab chiqadi. Xudoya tavba desizlar, tavba desizlar. Turdi Hasan duduqlab ketdi. Undaqda rostla hujjat qilib beribdiman-da. Ағзам төре Turdi Hasanni ko'ldirlatmoqda edi. Mana qara. So'di deshvorchiligidan esimdan ko'tarilib qopdi-da. Undaq hujjat bo'lsa, rostla qonunliq bo'ladi. Texi muhrim besilgan ekan desizlar. Albatta shundaq. Oshu hujjat rostla bor desizlar. Tova. Eşimde yo'q burchaq, po'qimda nemish qilsin degandaqli bir ish bu. Bo'pti. Salamo cho'ng amaldor. Hargiz yolg'on etmaylar. Agar o'sha hujjat bo'lsalar, men va'damda turaman. Uy xizmatchisi chaqir ko'z cho'kan chinilaga choy qo'yib chiqib ketdi. Biroq beshi pirqirab qorong'i bo'lib qolgan Turdi Hasan choy ichishni unutib qolgan edi. Hayhot, katta savdogarlar bilan birodar bo'lish, dodi muomala qilish xuddi shirning ustiga minib olib, tushunmagandaklar bir ishkan emasmi? Bu la'nati duhning qaysi gapi rost, qaysi ishonib, qaysiga ishonmaslik kerak. Texi bir oy ilgarila dönkörükdən dukan elib, oltin dukaniga qo'yish qilgani rostmi yoki o'z qo'li bilan qilgan hujjatni unutib qolgani rostmi? Agar unutib qolgan bo'lsa, o'z vaqtida nima vajidan oltin dukani ichib bermoqchi bo'lgan? Turdi Hasanning kakiri yutib olgandek turilib ketgan chiroyiga, salpiyib qolgan ig'ir gavdasiga mansitmaslik nazarda qarab turgan Ағзам төrining ko'nglidan sening yuragingni tom qilib sahratgan narsa 20 tumanlik hujjatdir. Meni bilmaydi deb xeyli o'yinlarni o'ynab baxtыңа, hey boshqush. O'pganni ichingdan qiqvatganimni texchi bilmay yuramsan? degan o'y loy suvdek eqib o'tdi. Turdi Hasan o'rnidan turdi-da, gap qilmayli chiqib ketdi. U palampayga amdala qadam elishi bilan Ағзам төре singoyan dastlab keldi-da, g'olib bo'lgan sarkardidek dimchak maydasini kerib, ta'addi bilan gap boshladi. Tunazir, albatta hamma ishlar qoida tuzum bo'yicha bo'lgani yaxshi. Ағзам төrining ko'zlaridan ushqunlar chachirdi. Do'konga mol selishdan burun qo'llaridan 20 tumanlik hujjatni menga topshirishlari aqalli savat qodayman. Agar topshirmasalar, menga rostla tuhmat qilgan bo'lib qolalar. U chaqda menmo yuz xotir qilib o'ltamayman. Sizlar bo'lgan qonunga menmo baralayman jumuslar. Kinoya ta'addi ham zaharlik ochiq gaplardan g'ildinglab qolgan Turdi Hasan ikki tarafi yeshil to'pdak siydalar bilan qoplangan uzun yo'lda elang-silang ketayotdi. U husni barqaror, ammo surlik bu dochidan patroq chiqib ketishni o'ylaydi. Biroq orqasidan Ағзам төrining das ketgan tashtakdak xirxiraq ovozi anglandi. Tunazir, yo'lda saltan qolganlari bo'lmabdi. Eng bo'lmasa, yaram eshakdan birini elib olgan bo'lsalari bo'ptikan. U mening pensiyaga chiqqanligimni bilib bo'pti. dedi Turdi Hasan umrida tunji qitim urib. Endi men keraksiz jabduqqa aylanibdiman. Huquqning imtiyozi nima degan-chu? Tunugilla shoh edim. Bugun arzimas bir soyaqqa aylandim. Ey Turdi Hasan ham Hasan turdilar.
kun o'ltirib kech bo'lganda, umringlar oqshom qorong'uligiga kelib qolganda, urg'uninglar nemisi? Peshonanglarda zuhal yulduzi chaqnagan shu chaqlarda biror savobliq ish qilmay, meningmi mening, seningmi mening deb jahonga patmadinglar. Endi jon tumshqinglarga kelganda, urg'uninglar nemisi? Shunga ota bobolarimiz toj taxt bilan vafosiz xotin o'ttirsida farq yo'q degan bishoratni naq sizlar dehlarga qoldirganligini unutib qolmanglar. Turdi Hasan dochi darvozasidan chiqiblar yig'layapti. To'g'ri, u bugünkidek xo'rlangan emas. Agar mushundaq ahvolga tushib qolmagan bo'lsa, balkim umr bo'yi xo'rliqning ta'mini bilmay o'tib ketgan bo'lar edi. Bu yaxshi bo'ldi. Yig'i degan ajab xosiyatli nimikina. Mana u yenikkina bo'lib qoldi. Turdi Hasan oldidagi cho'ng yo'l eg'izida bir ko'mishrang hayvatlik mashinaning yo'lni to'sib turganligini ko'rdida chandirmay ko'z yoshlarini surtib olib burnini qaqdi. U mashinani yandab o'tib ketmoqchi bo'lgan edi. Kabinka derisidan qolgandek cho'qir yuzi ko'rindi. Voy, bu qovuz bayvatchi-ku. Turdi Hasan uningga engishdi. Hey, bu yerda bir kimni saqlab otamsiz? Shundoq, sizni saqlab turgan. Nima? Menimi? Shundoq, qani, mashinaga chiqing. Pah, qaltis mashina ekan-ku bu. Turdi Hasan mashinaga chiqibla, mashinaning barliq zamonaviy aslihalariga zan selishga boshladi. Yangidan oldingizmi? Shundoq. O'zingizning bir obdan mashinasi bor edi-ku. Umuba, buni sizga oldim. Nima? Menga? Turdi Hasanning ko'zlari g'il palladi. To'la chaqchaq qilmang. O'zingiz bilasiz, Nazir. Men chaqchaqni ancha yoqtirmayman. Qovuzning chiroyi jiddiy tus olgan edi. Bu 180 ming so'mlik Nissan markalik mashina. Qarang, havo tangshigich, naqshi muzika anglaydigan CD-larimi bor. Aslida bu mashina bir shirkat boshlig'ining bo'lib, qimarda qovuzga 40 ming so'mga tava qilib puttirib etdi. Mashinani 2 yildan ko'proq ishlatganlikdan ba'zi yerlarning sirlari o'shgan bo'lsa-mu, sinidan ketmagan edi. Qovuz uni remont qildirib, qaytadan sir purkib yangi holga keltirdi. Mana endi uni pichak mashina qatorida Turdi Hasanga sovg'a qilmoqchi bo'lyapti. Tunazir, qo'sqansmi ichib qolgandu, dedi qovuz mashinani o't oldirib etib. Yuring, emi toji qashqarlikning mantisi dangliq, berib yeb kelaylik. Bilqut şirketida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Көмүрчі bala nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atiki anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shinxua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu kitobni sotib olib saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.